Assalomu alaykum Uyg'ur ovoz to'pimizdagi qarindoshlar. Salom Erkin Ro'za efendim. Bravo, bravo. Mana sizdek mushtaq sistemalik dunyoni tushundiradigan mushtaq erkaklarimizga ehtiyojimiz bor. Ehtiyojimiz bor. Men eng yaxshi bir leksiya anglagan bo'ldim bugun. Sizning deganlaringizning hammasi barhaq, to'g'ri. Men davomli diniy talash-tashlar chiqib, ayollarni kamsitadigan yo'l chiqqanda saklab qo'pma. Og'zimga nima kasman shuni deyman, to'g'risini. Nima kasadigan kaskimiz yog'anga qilmayman, amaliyotni qilib deyman. Endi mushu to'plarda o'ltirishimizning sababimi millatni azroq olsin oqatish, tushundirish. Endi buningda birinchi bo'lmuş ayollar meselesi beş çoğun mesele bu vakit qarindoshlar. Erkin Ro'za efendim degandek Arab dünyası bo'lmu Taliban ayollarni düşman ko'rdi. Ayollarni itning o'ndi ko'rdi. Itning o'ligining so'rg'i bo'ladi, insonning ayolning so'rg'i bo'lmaydi. Endi sizlar o'ylab beqinglar. Bular ayollarni shu daraj xorliq ekib shunday dafsanlik qilyotdi ekan, hatto ayollar o'tag'an uyga deriz qilmaydigan. 9 yaşda to'y qildigan erkin dedi bu gaplarni, ha? Maktabga bormaydigan butun bo'shamni hozir voyaga yetkazdi bular qilyapti. Bular o'ylamaydiki, bular kimning qo'zg'idan chiqqan? Kimning qo'zg'idan chiqqan? Ona o dadimi o barpo qilolmaydigan ishni ona qilib beraydi bo'lish uchun. 9 ay qo'saq ko'tardi. Bu yerdagi datlarni men demsam, inson bo'lgan odamlar buni biladi. Açıq to'lg'oq yeb tug'di men burunmi degan, yana bola tug'ilgandan keyin kechasi qo'p bolani emitib tozalab eri yana tomoq atmadingmi deb urdiganlar bor. Men sizlarga deb qo'y, mushtaq. Sizlar o'tganda bir bo'lgan mashu Suriya, Afg'oniston yuz bergan ish, toshda o'ldirilgan Surayya degan bir kino bor. Mush kinoda eri boshqa bir kichik qizni erish uchun ayoliga to'kmat chaplaydi. To'kmat chaplab, shun buni çalım kesaq qilib o'ltirgan bo'ldi. Çalım kesaq qilib o'ltirganda birinchi o'zining ballariga atqizdi toshni. O'ylab beqinglar, ma pajani. Ballarig'imi mush qaloq razil mushtaq narsani o'gitib, ballarni shundaq ideologiyasini buzib etganda, "Ashu bizning opamiz buzuqlik qilibdi" deb, çalım kesaq qilganda eng yo'g'on toshni, eng qattiq toshni eng oldi bilan ashu atdi. Undan keyin boshqa o'ltirdi ashu ayolni. Aşağıyan aşdan bir dostu şeyden kaçıp çıkıp sözleydi bu işlerini. Öldürdü. Endi ona da bir narsa var. Dadalar balları eskus urup bakıdı, tırlap bakıdı. Analar da bir narsa var ki Allah bergen. Her kandak ana, her kandak neslin keçerlerken baladın keçermeydi. Baladın keçermeydi. Eski balası mı? Eski dese eski digenden düşman gördü. Şahsen biz mi şundak bala? Bu anadek balığı mihriban adam yok. Endi muştaq rezil qaydı yusullarını qilib ayollarni xorlayotganlarmi ayollardan tug'ildi. Endi bizning mishada olsun, musulmon davlatlarda olsun, ba'zi Turkiyada men anglayman. Hatta Kürtlerden belki ig'irki ayoli o'g'il tug'masa varisimiz bo'lmaydi deb ustiga darrov kuma deb bir xotinga keltirganda demaydi ekankin, yegan nima tasa shunidir. Buningda erning mas'uliyati yo'qmi? Ha? Aniqday yo'qmi? Olib tasang olib olsa, bug'doy tasang bug'doy olsa. Sen arpa ya bug'doy nimani tasang shu chiqadi. Bunun da ayolning gunohi qilib, ayolni ya qo'ydi o'g'il tug'madi deb, ya usti xotin oldigan mushta ishlar bor. Bu qandaq bir inson, bu qandaq inson. Endi shu oilada ashtaq oila cho'g'an bolalarmi dada opini urgandan keyin, bolalarmi xotin deganni zodi olsa, tomoq atkizga, kirjug'zitga, mo'rtkas urdika, bola vaqtirga degan narsa qolib singib ketib, kelgusida shuni boshqa yerda bular cho'ngilib o'ylansa, buni davomlashtirdi. Buni davomlashtirdi. Amaliyotda Alloh bolalarning jannati, erning va jannati. Ayolsiz uy, u do'zaxga o'xshaydi qarindoshlar. Ming esli baxsimi. Shuningga cho'nglar degan, oltinbosh dadang bilan qog'cha, paxinbosh onang bilan qoldi. Ananın uluqluğu mana bu şeyde.
Endi erkek rehben degandagi taraqqiyot. Dünya ayollarga rast açta qimmat berganda Allah balla ayollarga qimmat bergandikin ayollarning ro'yi o'sidi. Ahli tixim taraqqiy qildi, o'zining izzat hurmatini ko'rgandikin o tiximi ballarni esil tarbiyalab oilasini gullantirish uchun jamiyatga asl qo'shish uchun har qanday badal to'shan yanmay bu ishlarni qiladi. Shuning bilan bu oiladan dunyoga, jamiyatga, oilaga yaramli ballar chiqadi. Yaramli ballar chiqadi. G'arbda biz davomli mundaq bir gap topamiz. Ilhkini ma Abdumet efendimning bir gapi botdi, keyin topolmadim, o'zimni so'rab boqay, yana qayta chaplig'im bor. Biz davolimiz dunyoda birdan musulmon dili, islom dili, birdan bir haqiqat dili, islom dili. Albatta. Siz mushu haqiqatni siz amaliyatingiz qilyapsiz, qilmayapsiz. Undaqki boshqa nima deydi? Bu din haqiqat emasga, bu tojaka, bu din demdi demamdi. Her qandaq deydi. Bularning dini ayollarni bo'zaq qildigan, ayollarni urdigan, boshqalarni dushman ko'rdigan, Alloh akbar deb odam o'ldirdigan, xalqning qinini ichadigan, 9 yoshlik narshida og'zidan sut emib qizni xotin qildigan dinka bularning demdi demamdi. Bu siz bilan yoki men bilan ketmaydi. Umumiy bir musulmon degan beshimizga tamg'imiz bilan bilmaydi qarindoshlar. Bizning ashtaq bir dunyoda birdan bir islom degan birinchi biz degan musulmon deydigan qayerimiz bor hozir? Nerimiz bor? Musulmon davlatlardan Uyg'ur to'plamiga qarab chiqqanda bizning nerimiz bor haqqi ulgu o'qidak. Bizning boshqa g'arbliklarga, biz kofir deyotganlarga ulgu o'qidak bir yerimiz bormi? İzdab tepinglar. Yo'q. Shuning uchun hech qanday g'arblik, hech qanday kofir musulmon davlatlarga qochib borgani yo'q. Ko'rdinglar, bu to'saqlarni qilib 60 ming, 50 ming odam nimaga qechyotdi yerlarga? Nimaga qechyotdi? Oshi zulmdan, oshi tuzumdan saskinib, g'arbni panoh tortib, ularni bir o'zining najotchisi ko'rib ketyapti qarindoshlar. U yerda najotlik izlab ketyapti. Bu nima kim majbur qildik? Shu diktator hukumat, molla, ishon, yolg'onchilar qildik buni. Allah'ning dinini burab ügütüp musulmonlikdan bezor qildik. Agar hozir musulmonlikdan chiqayotgan Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, ashlar bo'lgan bo'lsa, ular mushtaqlikdan saskinib chiqayotganlar bo'ladi. Biz ularni saskandirdik. Men davomliq deyman. Bir molla gap qilsa oldidan ayollarni aşu do'zaxni, cehennemni Allah'ның berdiğin cezası bilan boshlaydi. Hey deyman men. Allah'ның 99 ismi var. Her bir ismida bir hikmet var. Her bir ismida bir yaxshilik var. Rahim ismi Allah'ның rahimdilligi. O'zinglar bilsizlar. 99 ismini işte o'qib baqsanglar, Allah'ның 99 ismida bizga lozim bo'lgan, bizga kerak bo'lgan, bizning ehtiyojimiz bo'lgan hikmat var deydi. Hikmat var. Allah'ni mandaq tonish kerak. Allah'nınki mehribonligini, Allah'nınki bizga o'zi yaratgan har qanday bandasiga, mayli u kofir bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, mayli qanday bo'lsin, Allah o'zi yaratgan bandalarni hech vaqtida qorong'u zindonga tashlab qo'ymaydi. Hech qachonda undaq bandasini gunoh o'tkazmay turib, o har qanday dinda bo'lsin, uni Allah jazolamaydi. Men biladigan Allah, mening Allah'ım mesela. İslam'ның biz en to'g'risini deyotgan Allah'ımız. Hammamiz o'z oldimizga bir Allah yasab, jaholatimizni Allah'ning ustiga atib qo'yib, bundaq jaholatdan qilyapmiz hozir qarindoshlar. Arablarni bek cho'ng bilib qoldik. Arablar o'zining qizlarini ko'mgan. Bulardan nima deymiz? Nima deymiz? O'zining ichidan chiqqan qizni, onasini qon yig'iltib turib shuni qilgan. Bundaq jaholatdan agar mushtaqlama rasa Afg'onistondek, Yemendek, yana bir yerlardek bo'lsa, bundan chiqadi xalqlardan qarindoshlar. Biz hozir Kanadadek hur davlat yashayapmiz. Hammamiz davlatning qonunining asosida
Devletning qonuniga bo'ysungan asosda o'zimizningki dinimizni, urf-odatlarimizni, madaniyatni yashaymiz, hech kim to'sqinlik qilmaydi. Hech kim to'sqinlik qilmaydi. Ammo biz endi mishat yaşadık deb bütün islomda cheklangan Talibanning o'rnaklarini miyay kelib, yüzimizni, ko'zimizni taqib olib qilsak, buningmi so'roq bo'ldi. Kanada undaq ahmoq emas. Qonun bilan mangdi. Qonun hamqisi. Manqisi yig'iltib berib qilsa, hukumatga gap o'tadigan odam yo'q. Qonun bilan o'tadi gapi. Qonun bilan o'tadi. Ha? Mushu g'arbdagi ayollarning yurish-turishini qaranglar. Kiyinishini qaranglar. Hech kim bir nima demaydi, o'zining ixtiyorini yashaydi. Endi ko'ringlar Amerikani, Germaniyani maydi. O'tgan Germaniyaning musulmonlar o'lashgan ma'lisini ko'rsatdi. Meynatchilikdan o'qib ketisiz. O'qib ketisiz. Biz ashyalarga bir yaxshilik ekilardikmi? Bir madaniyat ekilardikmi? Shularning bir qimmat qarshi hurmat qildikmi? Unda hangi cheklaydi? Haydab chiqarsa haqqi. Eğer bizning mushtaq joyil dinchilarimiz biz vatanimiz adoz bo'lib qolsa, bir xristian kelib, bir yakib o'zining dinini yashasa, uni o'ldirib etamiz. O'ldirib etadi, bayam o'ldirib etadi, Allohga bir bo'g'izlab etadi. Bu kafir deb. Bizning vazifamiz xalqlarning dinini, ya'ni o'lcham qilish emas, insonlikni o'lcham qilish. Insonlik. Men burunma dedim, dunyoda ikki xil inson bor. Yaxshi inson, yomon inson. İnsan bo'lmay turib sizning diningiz bo'lmaydi. İnsan turib siz nima odam bo'lmaysiz. Dillarmi o'zinglar ko'rdinglar, o'zimizni misol olsakmi, biz necha qitim din tegishtirgan odam. Ammo men xristianlarning din tegishtirgan odamni bilmadim. Bir ömür katolik, Hristiyan yaşaptı. Neçə 100 yıllardan beri. Ama biz almışdırdık. Biz şunçilik bir kalımız addı ki, kim bir nemiz kuyup koysa, şunu biz kabul kılmangan insanlar biz. Ağızda. Ama bu degenim bizden keyin kabul kılgan İslam dinimiz naçar yakandık. İslam dini, Allah'ın dini, bu doğru din. Haqiqatdan. Ammo mush haqiqatni Allohga yo'lab qo'yib, faqirab turib, yolg'on gap qilib, butun dunyoni xarobalikqa aylantirayotgan musulmonlar do'zaxning kunini ko'rish kerak. Endi bir gap musulmonlar. Hozir masalan Arabistonda, Qatarda, Dubaylarda ayollar garchi yuzlarini yopganlar bo'lgan taqdirda erkin. Ularning men turmushlarini men bormadim, men o'zlari kelganda qildim. Şundaq erkin. Deginni qila oladigan. Hozir endi ashlarning yosh, qeri jodilar o'lgan ekan, yosh, hozir dunyoni ko'rdi, o'zi o'qigan bola, bilimlik bolaga yuzini ochadigan ruxsat qildi. Ayollarni hatto mashina haydatmaydi, mashina haydashga ruxsat qildi. Qarang, jamiyat gullanyapti. Jamiyat gullanyapti, taraqqiy qilyapti. Siz ayollar emas, o har qanday odamning onasi o. Her qanday adamның anысы. Onaga vafo qilmagan, onaga hurmat qilmagan bir jamiyat taraqqiy qilmaydi. U yerda hurmat, izzat bo'lmaydi, qimmat bo'lmaydi. Shuning uchun mush Erkin apandim intayin chiroyli debdi bu gaplarni. Chiroyli debdi. Mayda qayta anglanglar qarindoshlarim, ayollaringlar bu to'pchiqsiz ayollaringlar anglasin. Undan keyin bizning ayollarimiz bilib bilmeyler, ağıl sözlügenlerge barmak verip gitsizler, iliqini Allah razı olsun, amin dep gitsizler. Bunun davatqan ne gerivatıdı, nim kıvatıdı dep özanglarını düşününler. Ayallar özanglarının kıymetini özanglar kılınlar. Ayallar özünün kıymetini öz kılmasa başka hiç kim kılmaydı. Biz şundaq aile çoğulduk ki oğullarını çoğulduğun, kızlarını mandak gördüğün. Ay oğul valla dep, ben mi şundaq dep dikenme. Ben mi bir yerge berip kızım bilen, balam bilen durup bu bir tal oğlum dep dikenme. Kızım şu vakti apa dep kaldı. Keyin oylap baktım. Yani bir tarafımızdan bizden alıqı qinimizga sınıp ketken oğullarını üstün görüş bop ketdi. Siz oylap bakın, ağırıp yetip qalsınız. Meyli dadı ağırıp palaşıp yetip qalsın, meyli ana tərti onda qalsa, astını tazan yeni barıga, yani kızınız var dike. Oylap bakın. Şunu yürügelinmey, açtaqını qıldı ki, bir de xotnunuz qıldı ki, ben bunu 5 yıl yaşadım.
qildi ekan. Erlar men qilolmayman deydi ekan, ya qilmaydi ekan. Ha, shu kasal odamni ayol kelib qisqa, bir yarim og'ritmizga pokiz qisqa deydi ekan. Shuning uchun ayollar o'zinglarning qimmatinglarni bilinglar. Ha, bir qitim tomoq atmading deb qolib qolgan Said Baxtanga. Ha, danglar. Sizlar bolalarni tarbiyalagan vaqtda bolalarga bir o'g'illaringlarga bir yaxshi narsani o'rgatinglar. Inson cho'ng bo'liblar, o'g'illar xudnatlarimiz deydigan gapni unutinglar. Nishirvan Janshipninki Altshar maktublarida bor. Kichik boladan cho'ng bo'lsang nim qilsasi xudni olaman deydi. Aşı adam shunday tadqiq qilgan Uyg'urlar erlarininki mas'uliyatchanligini, xotinni baltib qo'yib ticaret çıkıp üyeden xotini elib üyeden baltib bir yer ketib ish ya bola bilan ya aylan mas'ul bo'lmagan mas'uliyatsiz erlarni ashtaq yozgan qarindoshlar. Bolalar undaq emas, bolalarga men yaxshi o'qib, o'zimning jamiyatdagi o'rnimni topaman deydigan ota-onam va qarindoshlarim bilan inoq hurmat yashayman, ota-onamni bir hurmat qiladigan bir odam bo'laman deyishni o'rgatinglar. Balalar çoğunsaat xotun aldı, kızlar çoğunsa erkekti. Ular 17-18 yaş kıldığın erkek toy qilish balalarning elekidik iş. Biz özümüzün taqdirini qanday yazğamsak, balalarning taqdirini biz yazamaymiz. Mecburlab çoxum molluq verməlib, molluq verdiğən, vay məyli ering emasmi ursishdan bo'lmaydi, məyli xizmatdan qildib qo'lini tutib olib beradigan emas. Qizlarimizni o'zingning izzatini saqla. Agar sana bir qachat qo'lini takkizgan kuni kama uyga deyish kerak. Balalarni, ayollarni mushtaq boshlash kerak, qo'g'dashni balla. Men bu to'g'riliq maktabchilik izlandim, jiq kitoblarni o'qidim, jiq kuchimni yetishtirdim. Magipim bak uzab ketdi. Agar mushu jihatlarda eng yaxshi fikrlaringlar bor qarindoshlarimiz bo'lsa, mushtaq sistemalik bir so'zlanglar, anglanglar. Agar mushtaqlar yo'q ayollar bo'lsa, avatinglar, dunyoni mu ayollar bilsin. Allah'ın bizni Allah'ın yaratganlığını bilaylik. Biz tamның tüşügüden çıkıp qandoq Allah yarattı. Allah'ın küçü hemme yetidi. Bizning qarnimizda bir balani bina bilib shuni bizning qarnimiz saqlatib 9 ay 9 kunda o'zi chikkan tugishni Allah o'zi yashgan bir Allah bizga undaq zolimlikni qilishga yo'l qo'ymaydi qarindoshlarim. Buningga bir Allah ishnolar. Dünyani nuqsonsiz, xuddi rassom qilolmaydigan holatda dunyoni yasagan, suyni suyga, tog'ni toqqa, havoni havoga, yozni qish, aytgan fasllari bilan yaratgan Allah bizni bundoq tashlab etmaydi ayollar, o'zinglarning qimmatinglarni bilinglar.